mana siz bilan gaplashdik. Endi ishonchli joy bo'lgani uchun men kelib sizlar bilan suhbatlashib nima qildim man. Chiqib keyin telefon qildim sizlarga. Mana shunaqa desam, bor ishonchli degan edilaring. Allaqayam nimali bo'lgani uchun men keldim shu yerga mana. Hamma bo'ladigan narsalarni aytdingiz, boshqa qildingiz. Uni o'zi mana qarang Sohibjon tog'a, mana siz ko'pchilik kuzatuvchilarga qiziqdi. Bu joyga qanaqa qilib topdingiz, qanaqa qilib keldingiz, nima sizni tortdi, ya'ni bir kelib ko'rishingizga, necha kilovatga qiziqyapsiz. Shu masalalarga mijozlarga ya'ni qiziq shu mavzu. Shuni o'zingizdan chiqqan xolisona fikringizni bir ayon etsangiz, unga qarab ko'pchilik bizni kuzatib borayotgan muxlislar, obunachilarimiz ko'pda. Shularni o'zini sizga o'xshagan muxlislarni qiziqtirgan savollari bo'lsa, bemalol ofisimizga kelib, ofisimiz doim ochiq. Bemalol kelsa bo'laveradi. Shunga siz fikringizni bildirsangiz. Fikrim men 1 yil naryoqda mana shu yerdan o'tib ketayotgandim. Bitta bu yoshlarni qo'yib qo'ygan ekansizlar tashqariga. Uni ko'rib, men mashinamcha nariyoqqa qo'ydim-u, keldim. Kelsam, bitta magazinchi o'sha nasoslar sotadigan magazinchi menga aytdim, sotiladimi? Sotiladi dedi. Kimsan nimalari boshqa bular. Dedi, o'shanda men nomerlarini oldim. Olib o'sha paytda olib chiqib, keyin telefon qildim sizlarga. Mana shunaqa desam, bor ishonchli degan edilaring. Endi mana kunlardan kun o'tib, mana 1 yil o'tdimi? 1 yildan keyin men yaqinda YouTube'da ko'rdim. O'zbekiston tumanida reklama qilib, hali nimada YouTube'da ko'rayotganlarini nimasini. Bu odam ham o'rnatgan ekan. O'sha qancha nimalarini gapirdingiz, mana yaxshi gaplar bo'ldi. Mana hamma bo'ladigan narsalarni aytdingiz, boshqa qildingiz. Buni ko'rib, men nima bo'ldiki, chaqa kelgim keldi. Sizlarda ofislaringizga. Ofisga kelib, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'zim bilan ko'rib, mana siz bilan gaplashdim, mana salkam 1 soat gaplashdik. Men o'shanga ishonch bo'ldiki, mana sizlarning nimalaring, ishlaring yaxshi ekan. Birovni aldamas ekansizlar. Halol ekan. Endi men ham o'sha nimasida niyat qilib turibman, 50 kilovat o'sha qo'yishga, shu xudo xolasa nima bo'lsa 50 kilovat endi o'zlaringdan qo'yamiz endi. Xudo xolasa mana Farg'onalik, baribir o'zimizga yaqin. Qachon nima bo'lsa ham o'zimiz mana shaharda ichidamiz, boshqa uzoq emas. Qiyin emas, mana siz bilan gaplashdik. Endi ishonchli joy bo'lgani uchun men kelib sizlar bilan suhbatlashib nima qildim mana. Sohibjon aka kelib, o'zi 1 soatcha gaplashdik bungacha. Shunga invertorni tushuntirib berdik, qaysi invertorda qanaqa xususiyati bor, xarakteristikalarni ko'rsatdik. Panellarda har birini yangi chiqqan panel, mana texnologiyalarni ko'rib chiqdi. Shunga bir qator to'liq sxema bo'yicha tanishtirdik. Xudo xolasa imkoniyat qilsa, shu 50 kilovatga kelishdik. Joylarni xudo chaqirsa borib ko'ramiz. Xudo xolasa o'rnatib beramiz, nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Endi qiziqqan nimalar bo'lsa, mana shu kompaniyaga kelib, ishonchli ekan kelib, o'rnatib nima qilsalaring, aldanib qolmaysizlar. Yaxshi nima ekan. Halol pok ishlashar ekan, ishchilari ham yaxshi ekan. Ishlari umumlik, hech kimni nima qilmas ekan. Mana joylari ham tayin ekan mana. Ofislari bor ekan. Menga yaxshi tushuntirdi. Qanaqa qilsa hammasini tushuntirib nima qilishdi. Xudo xolasa, rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Ishlaringga rivoj. Hech qachon kam bo'lmanglar, barakasini bersin. Hammamiz sog' salomat, mashinamada ishlab, odamlarning hojatini chiqarib nima qilib yuraveringlar. Rahmat, tog'a.